Eng mazali somsalardan bittasi Bermuda somsasini hozir birga tayyorlaymiz. Unga 1 osh qoshiq tuzni qo'shib aralashtirib, ustidan 2 ta tuxum va eritilgan sariyog' yoki margarinni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, oz-ozdan suv qo'shamiz-da, iliq bo'lgan xamir qoramiz. O'rtacha yumshoqlikda xamirimizni tindirishga olib qo'yamiz. Qo'y go'shtidan foydalandim. Do'mbasi va piyozni ham mayda to'g'rab, murch, tuz va koriandrani qo'shib, yaxshilab aralashtirib, qiymamizni ham bir chekkaga olib qo'yamiz. Tingan xamirimizni zo'lachalarga bo'ldim. Mayda qilsak, somsamiz chiroyli chiqadi, yana ham yupqa bo'lib. Mana tort bo'lagini ochib, tuguncha qilib ustini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tugamizda, mana shunaqa dumaloq qilib chiqamiz. Chetlarini suvlab, to'rtburchak qilib yopishtiramiz bir-biriga. Ustiga tuxum surtib va kunjutlardan sepamizda 180 gradusda pishirib olamiz. Shunaqangi mazali dasturxonbob bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.